2025 yil 24 iyunda soat 18 da Milliy TV kanalida O'zbek seriali Enaga ning 54 qismi efirga chiqadi. Bu qism tomoshabinlarga yangi dramatik voqealar va'dasini beradi. Taqdir sinovlariga qarshi kurashayotgan jasur ayol hikoyasi o'zining samimiyligi va chuqurligi bilan ko'ngillarni zabt etishda davom etmoqda. Bu oqshom muxlislar yana his-tuyg'ular to'lib toshgan va har bir burilishda hayajonni ushlab turadigan dunyoga sho'ngiydi. Enaga bu shunchaki drama emas, bu insoniy chidamlilik madhiyasi. 54 qismda ijodkorlar bosh qahramonning yangi qirralarini mohirlik bilan ochib berishadi, uning ruhiy kuchi ilhomlantiradi. Uning adolatsizlik va shaxsiy fojialarga qarshi kurashi shunchalik nozik tasvirlanadiki, har bir qadamiga hamdard bo'lasiz. Rejissyor ishi olqishga loyiq, kadrlar ramziylikka boy, musiqa esa hissiyotni kuchaytiradi. Aktyorlar, ayniqsa bosh rol ijrochisi, shunday jonbozlik bilan o'ynaydiki, har bir so'z va nigohga ishonib ketasiz. Milliy TV tomoshabinlarga sifatli dramani sevuvchilar uchun haqiqiy durdona taqdim etdi. 24 iyunda soat 18 da 54 qismni o'tkazib yubormang, bu his-tuyg'ular va kutilmagan kashfiyotlarga to'la oqshom bo'ladi.